Xalq banki o'rinbosari G'aniyat Ma'rufman bugungi kunda Xalq bank tizimida yaratilayotgan imkoniyatlar va yangi ochilgan kirpullar haqida qisqacha aytmoqchiman. Bugungi kunda Xalq banki tizimida yangi kirpullardan fuqarolarga hamda yuridik shaxs maqomini tashkil etmagan fuqarolarga moliyaviy ko'mak hamda inklyuziv bankingga kirib turlanishgan shu kirib turlanish haqida qisqacha va lo'nda tushuntirib beraman. Agarda tushunmovchilik bo'lsa, savollar bersada o'shanga javob beraman. Ushbu kiritimiz 300 million so'mgacha yuridik shaxs sifatida 100 million so'mgacha oddiy o'zini bank qilgan shaxslarga ajratiladi. Ushbu kirituri maqsadsiz hisoblanadi. Siz xohlagan yo'nalishingiz tadbirkor bo'yicha ishlatsiz bo'ladi, faqat foizlari 25% dan plastik kartaga tushib beriladi. Yillik 25% dan plastik kartaga tushib beriladi. 6 oy imtiyozlari bilan. Ushbu kreditga talab etiladigan nimalar garov taqdimoti sifatida siz tarafdan taqdim qilingan turar bo'limi yoki qandaydir bir avtomashina boshqa shu belgilangan tartibda talab qilinadigan hujjatlar beriladi. Hamda ushbu nimani belgilangan tartibda bank tomonidan o'rganib chiqilib, o'sha yer baholash tizimidagi tartib-qoidalarga ajratiladi. Agarda kimda qandaydir savol bo'layotgan bo'lsa, ushbu marhamat savol berasiz.